darsimizni davom ettiramiz. Oldingi kodlarimiz mana chiqqan natijasi mana bu. Endi shundan davom ettiramiz. Keyingi stil berishni endi card grid klassiga ega bo'lgan divning ichida joylashgan mana bu kartlarimizga beramiz. Ya'ni kart klasslariga beramiz. Bu yerda array joylashgan hisoblanadi. Bitta kart va kartga aytamiz. Birinchi ko'radigan stilimiz position relative. Position degan o'zi joylashuv, relative esa mana shu kart klassiga ega bo'lgan tagning ichidagi bola elementlar, ya'ni bu yerda ikkita tagimiz bor, ikkita divimiz, ular joylashuvda xuddi otasini hududidan boshlab joylashadi. Ya'ni aytaylik, kartamiz qanchadir joyda egallab turgan bo'lsa, tagimiz bular joylashuvda o'sha to'rtburchakning ichida turib joylashadi. To'rtburchak bu yoqdan joylashadi. Agar relativ ota tagi relativ olmasa tagi, unda joylashuvda bular bu yoqqa tepaga qarab, bodiga qarab yopishib ketishi mumkin. Ya'ni eng tepasi bodi hisoblanadi. Bodidan boshlab o'lchab olish mumkin. Shuning uchun har doim ota element position relativ oladi. Keyingi beradigan stilimiz bunga width beraylik. Width 100 piksel bersak ketadi. Va height bersak ham ketadi. Heightiga 450 piksel. Mana ko'ryapsiz, oralar ancha ochildi. Bittasi qanaydir ko'rinib qoldi. Keyingi stilimiz bularga background beraylik. Background image'dan foydalanamiz. Endi orqa fonga rasm qo'ymaymiz, lekin biz liner gradient degan stil orqali bir qancha ranglarni aralashtirib bularga orqa fon beramiz. Ya'ni birinchi qiymatimiz oladi gradus, ya'ni 15 digri deyman. Bu degan 15 gradusda ranglarimizni liner gradient aralashtirib beradi. Bir qancha ranglar. Misol uchun birinchi rangimiz bo'la qolsin bu rang 0F 46 67. Bu 0 emas, bu oq qo'yibman. 0F 46 67. Mana orqasini ko'ryapsiz. Bu 0% bo'lsin. Va ikkinchi rangni ham berib o'tamiz. Ikkinchi rangimiz 2A 69 73 bo'lsak, ko'ryapsiz, tepa qismi biroz ochiqroq, past to'qroq bo'lyapti. Liner gradient 15 gradus masofada, ya'ni aytaylik, bu to'g'ri 0 gradus bo'lsa, 15 gradus sal buyoqroqdan rangni aralashtirib kelyapti pastga qarab. Yoki bo'lsam tepaga qarab aralashtirib boryapti. Bunga foydani berib qo'yaylik. 150%. Mana 3 ta elementimiz chiqdi, lekin mana bu yozilgan yozuv chiqmay qoldi. Sababi nima uchun chiqmadi? Card background Adidas davom ettiruvchi kattalashtirsak ko'radimi ekan? Bor ekan, kichiklashgan, ekrani kichiklashgan sababi. Mana yozuvimiz ko'rinmay qolayotgan ekan. Keyingi beradigan stilimiz, demak, background image'ga liner gradient orqali biz bu yerga istalgan rangimizni qo'yishimiz mumkin va istalgan gradusda berishimiz mumkin. Rangimizni aralashtirib beradi. Misol uchun mana buni 90 gradus deydigan bo'lsak, ko'ryapsiz, endi yuqorida boy ochiq, mana bu joylarga tushdi. Ochiq rang bu yoqda, to'q rang tepaga bo'ldi. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bizga 15 gradus ham yetadi. Endi bunga burchaklarini ko'ryapsiz, o'tkirroq bo'lib turibdi. O'tmasroq qilish, ya'ni biroz siliqlash uchun o'tgan safar border radius degan stildan gaplashgan edik.
o'shanga 20 piksellar bersa ketadi. Mana burchaklari chiroyliroq holatga keldi. Endi bunga soya qo'shishni ko'ramiz. Soyani kart hover degan stil bor. Bu maqsad mana shu mishgacha shu kartga kelganda, ya'ni istalgan bitta kartimga kelgan vaqtida u qanaqadir boshqa bir stilda ekranga chiqarib berish kerak. Hover degani shu, ya'ni hover desa sichqonchamiz kelishini tushunsak bo'ladi. Kelgan vaqtda ishga tushadigan stilimiz, bunga box shadow qo'shishimiz kerak, ya'ni soya qo'shish. O'tgan safar aytgandim, box shadow, soya qo'shish. Bunga 2 piksel birinchi soyani past tarafdan chiqishini adashmasam, o'ng tarafdan chiqishi, keyin soyani pastdan chiqishi, soyani qalinligi va rangni RGBA sifatida bersak bo'ladi. RGBA ga 0 va oxirida 0.5 qilsak bo'ladi. Demak, RGBA 3 ta rangni aralashtirib beradi. Endi bizda hozir 0 imiz qora rangga teng hisoblanadi. Demak, qora ranglarni bir-biriga aralashtiradi-da. Mana 0.5 etsam, o'shalar birozgina nima desam bo'ladi, xiralashtiradi deymizmi yoki xuddi shaffof oynada xiralashtirsa orqadagi aks qanday ko'rinadi? Shunaqa sal xiralashtirib ko'rsatiladi. Endi sekin olib kelamiz. Mana sichqonchamizni olib kelamiz. Buni ko'ryapsiz, soya chiqyapti. Faqat e'tibor bering, soya tez chiqib, tez qaytyapti. O'shani sekinlashtirish uchun mana bu kartga maxsus transition degan stilni beramiz. Transition degani barcha shunaqa soya qo'shish kabi animatsiyalarni, qanaqadir shu jarayonlarni biroz sekinlashtirib beradi. Biz unga 0.8 sekund qo'shsak va easy in out degan bor, sekin boshlab sekin tugashi. Qo'shib ko'ramiz, endi ko'ramiz. Ko'ryapmiz, soyamiz sekin chiqib, sekin qaytyapti. Juda ham ajoyib. Ishlayapti. Ajoyib. Demak, davom etamiz stillarimizni. Keyingi stilimiz card background. Endi card background klassiga ega bo'lgan divimizga bo'ladi. Background. Card background to'g'ri shekilli. Ya'ni mana bu divimiz card background. Bunga beramiz position absolute beramiz endi. Sababi mana card klassi relative olib turibdi. Card klassi o'z navbatda card background ota hisoblanadi, chunki uning ichida kelyapti. Mana atagini ichida kelyapti card background. Ota tek relative olgandan keyin bolasi absolute oladi. Ya'ni bu degani o'sha ota tegida qayerda joylashish kerakligini bildiradi. Qayerda joylashish. Shu chegaradan chiqib qolmasdan joylashishini bildiradi. Va bunga aytamiz, o'ng tarafdan 0 bo'lgan, leftdan ham 0 bo'lsa, ya'ni joy qolmasin umuman. Top tepadan ham joy qolmasin, 0 bo'lsin va bottomdan ham 0 bo'lsin. Joy qolmasin. Hozir hech narsa bilinga yo'q. Shu yerda birozgina rasmni ham ko'rib o'taylik. Rasmni to'g'ri-to'g'ri mana bu yerda style tag bilan beraveramiz. Ya'ni bu divimiz rasm chiqarish uchun mo'ljallangan. Shuning uchun style atributi bilan bunga background image, ya'ni yuqorida liner gradient bilan berdik-ku. O'sha image berib, endi liner gradient emas, URL degan metoddan foydalanamiz va unga rasmlarimizni manzilini berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Rasmlarimiz mana image papkasi ichida joylashgan. Bunga qanday beramiz? Bizda mana ikkitali qush tirnoq ichida bo'lgani uchun bittali qush tirnoq ochamiz va image papkasini yozamiz. Buning ichidagi karta 2 dan boshlaylik, faqat tuflilar edi. Mana manzilni yozib qo'ydim. Ko'ryapsiz, mana tufligimizdan chiqyapti. Keyingisi ham xuddi shunday.
shuni o'zini shuni kopya qilib ola qoling vaqtdan yutish maqsadida. Faqat bunga endi 3 beramiz. Keyingisiga 4 beramiz. Mana tuflilarimiz chiqyapti, lekin e'tibor bering, ekranga moslashmagan, ya'ni yarmi chiqib, yarmi chiqmay qolyapti. Ular to'liq rasm chiqmayapti. Endi o'shani chiqarishga harakat qilamiz. Buning uchun endi card backgroundga stilni davom ettiramiz. Background size, ya'ni orqa fondi size degani bor. Background size cover qilsak, bizning rasmimiz moslashtirib beradi. Mana ko'ryapsiz, rasmimiz sal bo'lsa ham moslashdi. Endi birozgina aniqlayapti. Mana buni kattalashtirsak, menimcha to'g'riroq chiqsa kerak. Buni ham hozir to'g'rilaymiz. Mana bu rasm sal buzib qo'yapti. Keyin background position degani bor. Bu orqa fonda joylashuvi. Endi bizga qayer kerak? Agar center nisbatan sal yaqinroq holatga keldi. Faqat buni burchagi chiqmayapti. Shuning uchun center left qilsak qanday bo'lar ekan? Yo'q, left emas. Right. Yo'q, o'tirmadi. Ikkita chekkadagi rasmimiz salgina buzib qo'yapti. Center qilsak. Center o'zi ham bo'laverar ekan. Biz rasmlarimiz bo'ladi chiqqan. Xullas rasmlarimizni moslashtirdik. Endi bu orqa fonni aniq qo'yapti, ya'ni burchaklarimiz ketganimizda to'sib qo'yapti. Shuning uchun bunga ham border radius beramiz. Border radius 24 piksel bersa ketadi. Mana anchagina kichraydi. Endi bunga transform origin degan bor. Bunga center qiymatini beramiz. Center. Stilda xato yozdim. Center. Buni nima qilib beryaptimi? O'chirib qo'ysak, birozgina ko'rishingiz mumkin. Birozgina kattalashib aniqlayotgandek bo'lganda. Mana bu burchaklarimiz birozgina moslashyapti-da. Keyingi stilimiz transform. Endi joylashuv transform bo'ldi. Bu yerda scale degan qiymati bor. Rotate boy ko'rdingiz, rotate o'tgan safar soatda ko'rgandik. Aylana shaklda joylashtiradi. Bu endi katta kichikka javob beradi. Rotate emas. Scale degani bor. Scale. Bunga 1 deymiz, ya'ni dastlabki holatda 1 holatda tursa, keyin qanaqadir animatsiya qo'shsak, bu kattarish kerak. Va translate z o'qi bo'yicha 0 holatda tursin. Endi transition'ni ko'rdik, transition qo'shsak bo'ladi. Transition vazifasini tushundingiz. Qanaqadir amaliyot bo'lsa, jarayon bo'lsa, o'shani birozga sekinlashtirib berish uchun bunga filtr qo'yamiz. Va filtr
200 millisekundda liner bo'lsin va transform 200 millisekundda liner bo'lsin. Endi bunga filtr ham qo'shib qo'yaylik. Filtr ya'ni ichidagi ranglari birozgina yorqinroq, shu kabi xususiyatlar berishimiz kerak bo'ladi. Brightness degan mana brightness yorqinroq holatga keltiradi. 0.75 holatda bo'lgan yaxshiroq. Ko'ryapsiz, birozgina qoraroq holatga keltirdi va yorqinligidan. Keyin yana yoniga filtr qo'shamiz. Saturate 1.2 qilsak biz tunroq o'ta yorqin emas, bu qoraroq holatda keltirib qo'yyapmiz. Va kontrast ichidagi ranglarini yorqinligini 0.85 qo'ysak ham bo'ladi. Bo'lsa shunchalik ranglarini yorqinligi deydimi, kontrast shunaqa qilsak beradi. Ular sal bo'lsa ham moslashdi. Endi keyingi stilimiz kart kontentga sabab yozuvlarimiz kart kontenti ichida turibdi. Mana kart kontentning ichida yozuvlar turibdi. O'shalarni moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Kart kontent. Shu yergacha bu videoni pauza qilamiz, chunki birozgina cho'zildi.